Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, tuzumizlar, sog'liqlaringiz qanaqa, kuninglar qanaqa o'tdi? Xo'p do'stlar, bugungi videomizda biz Tompik Game, ya'ni o'sha Trompik.io, Dojipik.io o'sha sizlar bilgan oxiri pik.io bilan tugaydigan saytlarni o'sha oxiriga avlodi desam bo'ladi, to'g'rirog'i Tompik.io deb qo'yishmagan, ismini nimagadir Tompik Game deb qo'yishgan, lekin ichi o'sha Trompik deymizmi, o'sha Dojipik, Lightpik shularga o'xshab bir xil ichi deyarli. Interfeysi bir xil desam bo'ladi. Xo'p, bunda ham xuddi shunaqa investitsiya qilib, level darajalarni oshirib, kapchadan pul ishlasanglar bo'ladi, lekin sayt sizlarni odamlarning psixologiyasidan foydalanib, odamlarning ochko'zligidan foydalanib, bu yoqda qimor o'yinlarini ham qo'shib qo'yishgan. To'g'ri, biz mana shu o'yinlar orqali o'z levelimizni oshiramiz, lekin misol uchun qonun qoidasi bor-da o'zini. Shunaqa o'yinlar bor. Kamroq pul bilan ko'proq оборот qilinadi. O'zi bu saytni o'zi maqsadini aytib o'tib ketadigan bo'lsam, menimcha biladiganlar biladi, bilmaganlar uchun aytib o'tib ketaman. Qaranglar, bu yoqda sizlar yangi ro'yxatdan o'tganinglarda sizlar darajalar bo'ladi o'zingizlarning. Misol uchun yangi ro'yxatdan o'tsanglar ton darajasida bo'lasizlar, arzimagan shu kam miqdorda ton kriptovalyutasini olib borsanglar bo'ladi har soatda. Kirib lekin olishinglar kerak, o'zi avtomatik bermaydi, kirib saytga olasizlar. Keyinchalik o'sha depozit kiritib yoki bo'lmasa shu sarmoyasiz yig'gan pullarni оборот qilgan holda level darajalarni oshirib olsanglar bo'ladi. Misol uchun men hozir 100 ta ton оборот qilganman. Shuning natijasida silver darajasiga o'tganman. Demak, sizlar stone уровеньda bo'lasizlar. Adashmasam bitta ton оборот qilgandan keyin ironga o'tasizlar. 10 ta ton оборот qilgandan keyin bronzaga o'tasizlar, 100 ta ton оборот qilgandan keyin silverga o'tasizlar. Do'stlar, mana men silver darajasiga o'tib olganman. Hozir bu qanday o'tiladi, qancha pul ketadi taxminan shularni ham hisob-kitob qilib beraman. Xo'p, mana hozir agar men yana 900 ta оборот qilsam, hozir 100 ta qilganman оборот. Agar yana 900 ta оборот qiladigan bo'lsam, men gold darajasiga o'tishim mumkin bo'ladi. Va soatiga ko'rishim mumkin, mana shunchadan ton kriptovalyutasini ishlab borishim mumkin. Xo'p do'stlar, men aytishim mumkin, 100 qanaqa оборот qilinadi, qancha pul ketadi o'zi, nima xavflimi bu narsa? Boya o'zing aytding-ku, bu ochko'zlar uchun deding-ku. Hop, hozir hammasini tushuntiraman. Qaranglar, mana yoqda o'yinlar juda ham ko'p, to'g'ri, juda ham ko'p emas, 12 dona bor, lekin hamma biladi, mana pik saytlarni ishlatib yurganlar biladi, faqatgina mana shu ruletka o'yinidan оборот qilish kerak. Bu saytning qonun qoidasi emas, bu odamlar hamma birgalikda kelishib ishlab chiqishgan qonun qoidalari bo'ladi. Ya'ni sizlar ruletka o'yinidan bitta tonni balansinglarda yo'qotib turib, 37 ta ton оборот qilsanglar bo'ladi. Tushuna oldinglar, lekin boshqa o'yinlarda bu narsani iloji yo'q. Boshqa o'yinlarda risk juda ham. Misol uchun bitta tonni zo'rg'a misol uchun riskovat qilib turib, bitta tonni minus qilib 30 ta 25 ta оборот qilasizlar, lekin sizlar ruletka o'yinida kafolatlangan bitta ton bilan bemalol 37 ta ton оборот qilasizlar. Ya'ni bitta tonni yo'qotasizlar, lekin 37 ta оборот qilasizlar. Xullas, mana shu gamesda har bitta tikayotgan summanglar mana yoqqa оборот bu boradi. To'g'ri, misol uchun boshqa qimor o'yinlarini ham qo'shib qo'yishgan, o'zi bilan hammasi qimor o'yinlari ham desa bo'ladi. Juda ham ko'p odamlar misol uchun 1000 so'm pulimni 2000 so'm, 10000 pulimni 15000, 20000 qilaman deb pullarni yo'qotib qo'yishyapti. Juda ko'p unaqa odamlar. O'sha pik saytlarning gruppasiga kiringlar, har kun skrinshot tashlashadi. Bir kun misol uchun 10 so'm yutganini tashlasa, ertasiga 50 so'm yutqizganini o'zi skrinshotini tashlaydi. Endi odam shunaqa ochko'z, shuning uchun bunaqa saytlarda ishlayapsizlarmi, ochko'z bo'lmasdan, to'xtan shu 4 so'm bor edi, shuni 5 so'm qilay deb unaqa boshqa o'yinlarga kirib o'tirmanglar. Mana shu ruletka o'yinida оборот qilish kerak. Qanday оборот qilamiz? Misol uchun men bilmayman deydiganlar bo'lsa, kanalimga kirasizlar do'stlar. Men hozir aytib o'tib ketaman mana shu birdaniga. Kanalga kirasizlar, hozir videolarni ko'rsatdik sizlarga. Xo'p, hammasi qaranglar, mana bu yoqdan Trompik, mana shu Trompik saytda 1,5 marta ko'proq pul ishlash, ana keyin mana bu yoqda Trompik level oshirish degan joyi ham bor edi hozir. Mana Trompik level up, mana shu yoqda ko'rsatib o'tganman. Qanday оборот qilishni. Do'stlar, kelinglar, hozir mana shu yerdan ko'rsatay sizlarga. Xullas, ro'yxatdan o'tganinglardan keyin kelinglar do'stlar, ro'yxatdan o'tishdan ko'rsatib keta qolay birato'la. Nima deydinglar shuni? Xullas, sizlar saytga tashrif buyurganda agar amma akkauntinglar bo'lmasa, pik saytlarni tushunmasanglar, xo'p, do'stlar, hozir videoni pauza qilib turay. Keyin video davomida nima uchun pauza qilganimni aytib o'tib ketaman. Xo'p do'stlar, men videoni tagiga havola qoldiraman, mana shu saytning havolasini, to'g'rirog'i o'zimning referalniy havolamni
o'zimni referalniy ssilkam, o'zimni referalniy havolanib qoldiraman. Sen bizni orqamizdan pul ishlayotgansan desanglar, sen meni orqamdan pul ishlayotgansan desanglar, adashasizlar, qattiq adashasizlar. To'g'ri sizlar pul ishlashinglar uchun aytyapman bu narsani. To'g'ri, ko'proq sizlar foyda qilishinglar uchun aytyapman. Sizlar xullas saytga tashrif buyurganingizda ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsanglar, akkauntingiz yo'q bo'lsa yoki o'zi umuman ko'p yillardan beri o'ynab levelini oshira olmay, misol uchun 1-2 bo'lmay yurgan odamlar bo'lsa, maslahatim meni referalim bo'linglar. Yo'q, misol uchun bronza, silver akkauntlari bo'lib, captcha olib pul chiqarib yurganlar bo'lsa, o'zini akkauntingizni bemalol nima ishlataveringlar. Yangi akkaunt ochmoqchi bo'lsanglar, Sign Up'ga bosasizlar, Sign Up'ga. Bu yoqqa menimcha bilganlar biladi, bilmaganlar uchun aytyapman. Username yozasizlar. Username misol uchun aytaylik, Azizbek. Misol uchun Azizbekni o'zini yozsanglar, bunaqa ism обязательно band bo'ladi, ya'ni ishlatilgan. Oldiga misol uchun tug'ilgan yilinglar, misol uchun 07 mi yoki 007 mi shunaqa qo'yasizlar. Bu yoqqa email qanaqadir bir misol uchun Gmail pochta, lekin telefoningizda bo'lsin, o'zingizdan o'ylab topmanglar. Telefoningizda bor Google account, ya'ni Gmail mi deymizmi, email pochta adresimi shunga o'xshagan. Telefoningizda bo'lsin lekin. Keyin password degan joyga parol o'ylab topasizlar. Misol uchun bosh harfini katta harfda yozinglar, обязательно. Misol uchun Azizbek yozib qo'yish deb, Azizbek misol uchun bitta belgi qatnasin kamida. Pastki chiziqcha 007 misol uchun aytyapman. Bitta bosh harf qatnashishi kerak. Qanaqadir so'z bo'lishi kerak. Adashmasam kamida 6 ta harfmidi, 5 ta harf, xullas uzunroq so'z yozasizlar. Keyin adashmasam bitta belgi qatnashishi kerak. Keyin xuddi yozgan parolinglarni yana takrorlaysizlar, yozasizlar. Keyin do'stlar qaranglar. Iloji boricha referalniy kod degan joyga xuddi mana shunaqa deb yozsanglar, xuddi shunaqa deb Nursulton Po mana e'tibor beringlar. N katta harfda Nursulton, keyin poda O harfi ikkita. Xuddi shunaqa deb yozsanglar, meni referalim hisoblanasizlar. Sizlar meni referalim bo'lganinglardan keyin bir nechta afzalliklari bor. Hozir men akkauntimga kirib olgandan keyin buni sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, mana do'stlar, akkauntimga kirib oldim. Endi hamkorlar degan joyga kiramiz. Sizlar qaranglar, hozir menda o'zbekcha turibdi, e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda language degan joy bor. Shu yerga bossanglar, mana menda o'zbekcha, sizlarda o'zbekcha bo'lmasa, mana bu o'sha tilni ustiga bitta bosib turib, bu yoqdan o'zbekchani tanlab qoldirishinglar mumkin bemalol, agar o'zingizlarga o'zbekcha qulay bo'lsa, bo'lmasa inglizcha bo'lsa inglizcha, ruscha bo'lsa ruscha, o'zingizlarga qaysidir qulay bo'lsa. Xo'p, bu yoqda hamkorlar bo'limi bor, ya'ni bu referal deyiladi, o'sha o'zbekchasiga hamkor deyiladi. Xo'p, kiramiz, qaranglar. Meni referalim bo'lsanglar, har bitta captcha olganinglardan menga 50% sayt o'zining cho'ntagidan bonus to'laydi. Misol uchun sizlar aytaylik, общий meni referalim bo'lib captchalardan bitta ton ishladinglar. Menga misol uchun yarimta ton kelyapti. Hozir men bu yoqda maza qilaman, to'g'ri referal orqasidan pul ishlayapman deyishim mumkin, lekin men nima qildim mana? Komissiya ulashish. O'sha menga keladigan sizlardan captcha olganinglardan 50% keladigan ulushni 100% o'zingizlarga qaytarib qo'yganman. Endi sizlar misol uchun meni referalim bo'lib, общий misol uchun aytaylik, shu paytgacha meni referalim bo'lib turib, captchalardan bitta ton ishlasanglar, yarimta ton sizlarga bonus qilib beradi. Misol qilib aytyapman. Bu albatta zo'r narsa. Qaranglar, menda 17 ta referal bor. 17 ta referal, shular uchun hammasini 100% o'qib qo'yganman, lekin hammasi ham aktiv emas. Ba'zilar ro'yxatdan o'tib mana umuman captcha olmaganlar bor. Misol uchun 14 marta 33, 35 juda ham kam captcha olib keyin aktiv bo'lmay qolganlar bor. Lekin mana yo do'stlar, uzr, bu o'yinlar ekan, mana bu yoq degan captcha. Misol uchun qaranglar, arzin 10 bittagina olganlar bor, bir kun olganlar, umuman captcha olmaganlar ham bor ekan. Arzimagan 10 ta, 13 ta captcha olganlar bor. Meni referalim bu maza qilib levelni ko'tarib captcha olib yurmaydi men undan ko'ra. Lekin mana bu yoqda aktiv bir 3 tami 4 ta referalim bor. 5 ta ekan, 5 ta deylik, mana hozircha kam-kam bo'lsa ham captcha olyapti. Xullas men ana shunaqa 100% cashbackni yoqib qo'yganman. O'zimga sizlarning orqangizdan keladigan pulni 100% yo'naltirib qo'yganman. Maza qilib captchadan pul ishlashinglar mumkin. Menimcha ishoninglar, uncha youtuber shu narsani aytmaydi sizlarga. Misol uchun shu saytni maqtaydi, chotki, mana $30 chiqardim, $100 chiqardim deydi. Aslida u o'sha referallar orqasidan ishlangan pul bo'ladi, katta qismi. E'tibor beringlar, misol uchun nimaga 100% cashback yoqqan bo'lsang, qara, o'zing referallardan umumiy daromad почти 1,7 ton desanglar, men ham aytaylik, uyimda bitta telefon bor, ikkinchi telefon, o'shanda Tompikda akkaunt ochganman. O'shani komissiya ulushini o'sha telefonda ham 100% qilganman-da, o'zim o'sha telefonga referal bo'lganman. Lekin e'tibor beringlar, iloji boricha
uyinglarda misol uchun 2 ta 3 ta telefondan akkaunt qilaman desanglar, hammasi bitta Wi-Fi ga ulanmasin. Alohida hammasini o'zini internetidan ishlatinglar. Iloji boricha kapcha olayotganda internetni yoqib ishlatinglar. Chunki uyinglarda bir nechta xuddi menga o'xshab sizlar ham to'xta zo'r ekan-ku, birinchi telefonimdan akkaunt ochib komissiya ulashni 100% qilaman-da, keyin o'zimning telefonimga akkaunt ochib o'zimga referal bo'lib, maza qilib pul ishlab yuraman demanglar. Agar Wi-Fi ga mabodo aytyapman, Wi-Fi hammalarniki bitta Wi-Fi ga ulangan bo'lsa, hamma telefondan Wi-Fi ni uzib, oldin Tompikdan akkaunt ochib, bir-biriga referal qilgandan keyin Wi-Fi dan ishlatib yuraveringlar mayli. Lekin bitta Wi-Fi ga ulangan holda bir-biringizga referal qilib qo'ymanglar, keyin bitta IP adres deb hisoblab, sayt hamma akkauntingizdan blok qilib yuborishi mumkin. Shundan ehtiyot bo'linglar. Shunday ogohlantirib qo'ydim hozirdan, chunki ko'p kishi shunday bo'lgan ekan. Xo'p, ogohlantirib qo'ydim. Do'stlar, agar kim o'shanday referal bo'laman desa, mana 100% lik cashback yoniq, mana komissiya ulushi sizlardan menga keladigan kapchadan keladigan pullarni 100% o'zingizlarga qaytarib qo'yaman. Maza qilib kapchadan 1,5 marta ko'proq pul ishlab yurasizlar. Bu ajoyib degani. Mana bu umumiy daromad, ya'ni 1,7 ton o'sha referal orqasidan qaydan kelganini ham tushuntirib berdim sizlarga. Ya'ni o'zimga o'zim referal bo'lganman. Birinchi o'zimga o'zim referal qilingan telefondan komissiya ulushini unda ham 100% yoqib qo'yganman. Hozir o'zimning akkauntimda esa obunachilar uchun, menga referal bo'lgan odamlar uchun 100% lik komissiya ulushini yoqib qo'yganman. Bemalol kirib, agar mabodo meni referalim bo'laman desanglar, mana shunaqa imkoniyat. Men erkakcha so'zim, mana shu 100% hech qachon o'chirmayman. Pulga zo'r bo'lib qolsam ham o'chirmayman shu narsani. Men bemalol menga referal bo'lib ishlatishingiz mumkin. Xo'p, endi оборот qilishni ko'rsatib o'tib ketmoqchi edim. O'zi aytdim, kanalimda o'sha videolar bor. Aynan Tompik bo'lmasa ham Trompik sayti, lekin ichidagi o'yinlarning hammasi bir xil. Lekin kelinglar ko'rsatib o'tib ketaman, ko'p vaqt ketkazmasdan. Qaranglar, sizlarda yangi akkaunt ochsanglar, по-любому balansinglar kam bo'ladi. Balansinglar kam bo'lsa, mana shu 10 kadan 100 kadan tikib mana yoqqa tikib chiqasizlar hamma songa. Misol uchun men 10 kadan ko'rsatib beraman. 10 kaga bitta bosamanda, sal yaqinlashtirsa bo'ladi, mana bu saytni yaqinlashtirasizlarda. Endi qulay interfeys bo'lishi uchun mana 36 dan boshlab to 0 gacha hammasiga tikib chiqamiz sonlarni. Misol uchun, pul tikli ekan-ku demanglar, hozir sizlarga aytaman, tushuntirib o'tib ketaman sababini. 36, 35 e'tibor beringlar. Hozir mana men har bitta sonni ustini yopyaptim. Misol uchun 34 ni yopdi, 33 ni yopdi, e'tibor beringlar. Lekin mana bunaqa bo'lib qolmasin hozir. Mana ko'rdinglar, mana shunaqa 28 ni yopmadim misol uchun. 28 bilan 29 ni o'rtasida bo'lib qoldi. Unaqa narsa umuman bo'lmasin. Shunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa, qo'llar adashib boshqa joyga tegib ketgan bo'lsa, mana bu yoqda bekor qilishga bitta bosasizlar, yana 10 ga bosasizlarda, mana ketdi, yana bosasizlar. 32, 31 ana shunday. Hozircha videoni pauza qilaman. Hammasiga men tikib chiqaman, hammasiga yopib chiqaman, keyin tushuntiraman. Xo'p, mana do'stlar, e'tibor beringlar, 36 dan to 1 gacha yetmaganiga 0 ni ham ustiga hammasiga bir xil son tikib chiqdik. Endi avtoni yoqamiz. Bu yoqdan mana avto aylantirishga bitta bosamiz. Xo'p, e'tibor beringlar, mana bu yoqda mana bu 0.00 larni hisoblamaymiz, orqadan boshlab. Tak 370 mingdan tikyapti. 370 mingdan misol uchun ton toshlarni tikyapti deylik, endi qisqartirib 370 mingdan tikyapti-da. Bu yoqdan qaraydigan bo'lsak, lekin bizda qanchadan 10 mingdan minus bo'lyapti, shunda adashmasam. Mana bu yoqda ko'rsatmay qolibdi. Ha, mana. 10 mingdan minus bo'lyapti bizda. Qancha nima bo'lyapti har bitta tikishdan? 370 mingni 10 mingga bo'lsak, necha bo'ladi? 307 bo'ladimi? Demak, bizlar bitta tonni balansimizdan yo'qotib turib, 37 ta ton оборот qilsak bo'ladi. Mana shu yoqdan o'zi hisob-kitob qilib berdim sizga kalkulyatordan. O'zingizlar bo'lmasa hisoblab chiqishinglar mumkin bemalol. Mana 370 mingdan tikib 10 mingdan minus qilyapti. Bu degani o'sha aytgandek, bitta ton yo'qotib, bitta tonni minus qilib turib shu yoqda 307 ton оборот qila olasizlar. Mana bu yoqda tikilayotgan summa, bu yoqda minus bo'layotgan summa, hammasi bir xilda minus bo'ladi bularni. Xullas, shunday qilib оборот qilsanglar bo'ladi bemalol. Bo'ldi, men to'xtataman. Hozircha men level ko'tarish niyatim yo'q, shunchaki sizlarga ko'rsatib berdim. Qachon gold uroviniga yetadigan summani yig'sam, mana hozir men silverdaman. Goldga yetadigan summani yig'sam, keyin birdaniga goldga harakat qilaraman. Xo'p, do'stlar, silverga shunda qancha pul ketadi desanglar, mana aytdim, bitta ton bilan 37 ta оборот qilsa bo'lar ekan. Demak, silverga chiqish uchun 100 ta ton оборот qilish kerak. O'zi yozib qo'ygan. 100 ni bo'lamiz 37 ga.
Sizlardan arzimagan 2,7 ton depozit qilsanglar bemalol silverga chiqar ekansizlar. Hech qanaqa riskovat qilmasdan, boshqa qilmasdan o'sha hozirgina ko'rsatib bergan o'sha strategiya deymizmi, taktika orqali ruletka o'yinida. Mana kelli isboti bilan depozit qilganimni tarixini ko'rsataman. Depozitga kiramiz. Mana e'tibor bersanglar, bu yoqda 2,7 ton depozit qilingan. Bucha deysanglar, mana bular mayda-mayda sinov uchun saytni sinash maqsadida kichkina mana 4 sent yana depozit qilib ko'rilgan bular. Keyin birdaniga 2,7 ton depozit qilib ko'rilgan. Ko'rishlar mumkin, shu summa bilan men serverga chiqib olganman. Keyin kelib pul yechishga kiradigan bo'lsak, pul yechib ham ko'rsataman sinov tariqasida. Mana ko'rishlar mumkin, minimal pul yechish 0,1 ton ekan. Komissiyasi qancha? Komissiya mana ozgina 0.003.05. Bu hech qancha summa ham bo'lmaydi do'stlar. Pulni Binance ga deysizlarmi? Payer, menimcha Payerda ton yo'q. Faust Pay bor, Trust Wallet, MetaMask xullas yoki birovlarga sotsanglar bo'ladi. Mana shu yerning o'zida o'sha sotmoqchi bo'lgan odamlar adresini yozasizlar. Agar so'raysizlar, tag bormi, yo'qmi? Tagi bo'lish kerak. Agar tag bo'lmasa ham mayli, bo'lsa ham mayli. Bor bo'lsa lekin yozish kerak. Bo'lmasa shart emas. Bu yoqqa yechish miqdori aytilgan, o'zi 0,1 ton minimal yechish. Xullas birovlarga sotsanglar bo'ladi yoki o'zingizlar bunaqa kripto kashlyoklarga chiqarsanglar bo'ladi. Kripto kashlyokni misol uchun men eng ishonchli deb bilganlardan bittasi bu Trust Wallet. Trust Wallet juda ham ishonchli botlardan. Xo'p, aytib o'tganimdek, men ishonchli deb bilgan hamyonlardan bittasi Trust Wallet. Mana kirishda kerak bo'lsa 6 talik parol qo'yasizlar, keyin o'sha parol bilan kirasizlar yoki отпечатка telefoningizda qo'l barmoqingiz bo'lsa ham отпечатка bilan kirsanglar bo'ladi. Mana men parolimni terib kiraman, xo'p. Qarang, hozir men Trust Walletga tonlarimni, misol uchun kriptovalyutani yig'ib boryapman. Hozircha faqat ton bor. Mana 3,5 tadan sal ko'proq ton yig'ib qo'ygan ekanman. Tonni hozirgi narxi do'stlar, ko'rib turishinglar mumkin, 3,2 dollardan sal ko'proq. Ya'ni 3 dollar atrofida o'ynab turibdi hozircha. Bu vaqtida 8 dollargacha ham chiqqan yoki undan ham baland chiqqan adashmasam, yana bilmadim. Qiziqib ko'ringlar o'zingizlarga kerak bo'lsa. Xo'p, tonimizni chiqarib ko'ramiz. Buning uchun o'sha ton ustiga bitta bosamiz va bu yoqdan receive, ya'ni qabul qilishma o'zi nimasini ko'rib turibsizlar belgichasidan. Bosamiz, bu yoqda mana copy adresimizni kopировать qilamiz. Copyga bosib turib, mana bosdik. Endi saytimizga qaytamiz. Xo'p, yechish manzili mana kopировать qilgan manzilimizni yozamiz. Qaranglar, bu yoqda tek so'rayapti. Tekshiraylik, tegimiz bor ekanmi, yo'qmi? Saytimizda yana kod so'rayapti. Kodimizni kiritib olamiz. Xo'p. E'tibor beringlar, bu yoqda mana no memo required. Xullas memo yo'q deyapti. Bemalol mana shu manzilni o'zini kiritaver degan ma'noda aytayapti. Memo yo'q ekan. Xo'p do'stlar, mayli, memo yo'q ekan, yozmaymiz. Qarada tag bilan memo bitta narsa desam bo'ladi. Misol uchun bu yoqda tag yozilgan bo'lsa, bu yoqda memo yo'q deyapti. Xullas tushunaveringlar, tag bilan memo bitta narsa deb tushunsanglar ham bo'ladi. Yechish miqdoriga hammasini yechamizmi do'stlar? Mayli, hamma maksimalni hammasini yechishga qo'yamiz. Captcha o'zi avtomatik terildi, yechishga bitta bosamiz. Bo'ldi do'stlar. Bizning pulimiz yechishga qo'yildi. E'tibor beringlar, sizlar birinchi marta saytdan pul yechmoqchi bo'lsanglar, sizlardan Gmail, o'sha Google Gmail adresingizga havola keladi. O'sha havolani ustiga bitta bosib turib, bitta bossanglar, o'sha saytga o'taveradi, saytni tasdiqlaysizlar, keyin pulingizni yechishga qo'yadi. Xo'p, do'stlar, endi kutamiz pulimiz kelib tushishini, keyin videoni davom ettiraman. Ko'rib turibsizlar do'stlar, pulimiz 2 daqiqa atrofida, 3 daqiqa atrofida kelib tushdi. Mana 359 tonimiz bor edi, 387 tonga o'zgardi. Mana xohlasanglar istoriyasini ko'rsatib beraman. Mana hozirgina mana transfer bugun deb turibdi o'zi. Trust Walletning o'zi 0,27. Biz adashmasam 0,28 u qanchadan chiqishiga qo'ygandik, komissiyasi bilan shuncha bo'lib yetib ketdi bizga. Bu 0,9 dollar atrofida, zato misol uchun kam-ku 1 dollar. Do'stlar, endi shundan arzimagan 2,7 ton depozit qilganman. Qancha ko'p marta pul yechib oldim. Kelinglar shuni ham hisoblab o'tamiz. Xo'p, mana depozitga kiramiz. Mana depozitga yana bir bor ko'rsataman. Xo'p, mana 2,7 ton depozit qilingan. Endi pul yechishga kirsak, mana qancha pul yechganlarimizni hozir hisob-kitob qilib beraman. Hamma tonlarni hozir kalkulyatorga qo'shib, mana 1,14, 0,72, 0,81, 0,27 bilan qo'shib kalkulyatorga hisob-kitob qilib beraman. Xo'p do'stlar, mana biz pulimizni bunday olib qarasak 2 oy atrofida chiqarib olsak bo'ladi, silverga chiqsak. Agar meni referalim bo'lsanglar, o'sha kapchadan ko'proq pul ishlaysizlarda, men hamma komissiya ulushini 100% qilganman. Shuni evaziga sizlar bemalol 2,5-3 oyda bemalol
kiritgan pulinglarni chiqarib olsanglar bo'ladi 2,7 ton. Hozir men общий 2,94 ta ton chiqaribman hozirgi chiqarganim bilan. Nasib bo'lsa endi 0,06 ni ozroq tez yig'ib qo'yamizda. Shunda общий 3 ta ton yechgan bo'lamiz bunday olib qarasa. Do'stlar, saytimiz hozirda ish faoliyatini olib bormoqda, lekin men garantiya bermayman. Misol uchun hamma zo'r sayt, qancha pul kiritsanglar ham ishlaysizlar deya olmayman, chunki saytlar bir kun yopilishi mumkin. Atak hozircha eng ishonchli saytlardan biri. Shuning uchun o'zingizlar risk qilishdan qo'rqmaydigan summalarni kiritinglarda, levelinglarni ko'tarib kopchib beringlar. Men hech kimni majburlayotganim yo'q. Xohlovchilar bo'lsa, pulini mana shunaqa sohalarda riskovat qilib ko'rmoqchi bo'lganlar bo'lsa, maslahat beraman. Boshqa saytlarga qaraganda ishonchliroq. Lekin bu degani bir umr ishlaydi, abadiy ishlaydi degani emas. Baribir hamma bir proyektning ham oxiri bo'ladi. Ayniqsa shunga o'xshagan saytlarni, lekin bu saytlar 3-4 yildan beri ishlab kelmoqda. Misol uchun shu saytning sheriklari bor mana bu yoqda. Mana xuddi shunga o'xshagan saytlar 7 ta bor. Oxirgisi mana Tompik ochilgan. Undan oldin Polpik, mana birinchilardan bu Lightpik, Trompiklar ochilgan. Bular adashmasam 3-4 yildan beri o'z faoliyatini olib bormoqda. Do'stlar, agar tushunmasanglar, misol uchun bu noldan boshlab, men hozir videoda ko'p joylarda tez gapirib ketdim, tezroq tushuntirib ketdim. Bemalol YouTube kanalimga kirsanglar, agar YouTube kanalimga kirsanglar, mana yoqda Trompik o'sha ro'yxatdan o'tishlari, даже ana shu 37 taktikasi bor-ku, mana bitta ton bilan 37 ton obrot qilsa bo'ladi dedim. O'shalarni ham to'liqsizlar mana shu yoqdan videolarim orasida ko'rsanglar bo'ladi. Mana Trompik deb yozilgan videolar ustiga bossanglar, o'zi hammasi ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Xo'p do'stlar, pul chiqarib ham ko'rsatdim, pul kirgizganlarini ham ko'rsatdim. Qarab turinglar, tez kunda sizlarga mana shu tonni ham kerak bo'lsa, homokartaga yetishlarning yo'lini aytib videolar qilib chiqamiz. Agar kim hali bu sohada yangi bo'lsa, aytganimdek o'sha YouTube kanalimga kirsanglar, Trompik deb yozilgan videolarni topib ko'rib chiqsanglar tushunasizlar. Va YouTube'da boshqa bir kanallarni ham izlab ko'ring, lekin maslahatim, menga referal bo'lsanglar, men javob beraman, sizlar kapchadan 1,5 marta ko'proq pul ishlaysizlar. Tushunmagan joylar bo'lsa, men sizlarga yordam berib, nimalar, misol uchun depozitda qiynalyapsizlarmi, qanday qilib qamoqchibsizlar, o'sha yo'llarni ham o'rgatib o'tib ketaman. Saytlarimiz hozircha ishlab kelmoqda, lekin bu degani abadiy ishlaydi degani emas. Xohlovchilar, misol pulni riskovat qilishga qo'rqmaydiganlar bo'lsa, pul kam-kam kirgizib, o'sha levellarni oshirib, kapcha olib, pul chiqarib yuringlar maslahatim. Do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. O'sha pik saytlardan bittasi bo'lgan Tompik haqida ko'rsatib, gaplashib, nima u, qanaqa, qancha bilan qancha foyda qilsa bo'ladi. Misol uchun ko'rdinglar, kirgizgan pulimni 2 oyga qolmasdan o'sha 2 oy ichida chiqarib oldim. Sizlar mana referalim bo'lsanglar, o'ynab kulib 2,5-3 oyda kirgizgan pulinglarni chiqarib, u yoqga foydaga ishlaysizlar dalish. Misol uchun men o'sha kirgizgan pulimni chiqarganman, bu yoqga dalish qo'rqmasdan foydaga ishlayman. Sayt yopilib ketsa ham men pulimga kuymagan bo'laman, chunki pulimni chiqarib oldim. Atak lekin bu saytlar umri uzoq. Menimcha yana kamida 5-6 yil ishlab beradi bizga. Men taxminim bo'yicha. Yo'q, dalish ishlashi ham mumkin. Yo'q, balki hozir video olyapman, bir haftadan keyin yopilib qolishi mumkin. U hech kim garantiya bermaydi, hech kim hech narsa deya olmaydi u narsaga. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki shunaqa foydali videolarni ishoninglar, uncha YouTuber sizlarga bermaydi. Hamma YouTuberlar ham misol uchun referallarga bunaqa imkoniyat qilib bermaydi. YouTube kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada qanaqadir yozmoqchi bo'lgan gapingiz bo'lsa yozib keting. O'sha sayt havolasini, ya'ni o'zimning referal silkamni ham o'sha video ostidagi kommentariyaga qo'yaman. Telegram kanalim bor. Telegram kanalimga o'tib qo'ysanglar xursand bo'lasizdim. Telegram kanalining ham manzilini o'sha videodagi kommentariya ostiga qo'yaman. Bu yoqda ham mana to'layotgan botlar yoki qanaqadir bir yangiliklar bo'ladimi, yoki o'sha yangi video qo'ysam, mana shu kanalga ham tashlayman. Mana shu kanaldan kanaldan xabardor bo'lishingiz mumkin yangi video chiqsa. Do'stlar, maslahatim obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun manfaatli bo'lgan shunaqa Telegram botlar, proyektlar, pik saytlar haqida ma'lumotlar berib o'tib ketaman. Do'stlar, bo'lmasa sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Hammaga soqqali hayot, ya'ni soqqali va mazmunli hayot tilab qolaman.